asabiylashish bitta ishingiz o'xshamagan, ayniqsa ayollarda uyda shuncha ish turadi. Idish tovoq yuvishim kerak, polni artishim kerak, aynakni artishim kerak, qaynona bir narsa, uni o'ylab hamma narsani ayol kishi o'ylab yuradi, miyasi aylanib yuraveradi. Aylanib yuravergandan keyin nima qiladi? Davleniya ko'tariladi, stressga tushadi, asabiylashadi ayollar. Aynan ayollar ishi o'xshamagandan asabiylashadi. Yoki eriga bitta narsani aytsa, eri olib bermagandan asabiylashadi. Yoki bironta ishni qilgandan kimdir maqtamasa asabiylashadi. Ya'ni mukofotlanmasa. Miyangiz melatonin ishlab chiqarmagan. Ya'ni misol uchun siz choy damladingiz, zo'r ovqat qildingizda kimdir maqtamadi. Va melatonin kimdir maqtagandan keyin ishlab chiqariladi. Shu narsani ko'pchilik nima qiladi? Shakar choy, shirinliklarga ruju qo'yaveradi-da. Misol uchun shirinliklar, shakarlar melatonin, ya'ni nimani ishlab chiqaradi? Shirinlik kayfiyatni ko'tarish uchun shokolad bir narsalar yeb qo'yishadi va odamlar semirib ketadi. Siz ketma-ket qilib oling, vazifalaringiz ketma-ket qilib, bugun bu ishni qilaman, ertaga buni ish qilaman, ertaga buni qilaman deb reja bilan qiling. Asabiylashish bitta ishingiz o'xshamagandan kelib chiqadi. Hada magniy cho'rmang. Magniy ichsangiz ham ko'p ichish zarar hisoblanadi. Aynan tabiiylarini, magniylarini kommentariyada yozib qo'ydim. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling.